Nima bu dadasi? Qaysi? Mana bu. Uyda hujjatlari? Qanaqa uy? Yangi. Qayerda? Noma'lum. Maftun, Ha? sen bilmaydigan joydan uy oldin. Nimaga? Birinchi 2 xonali kvartirada yashardik. Shovqin, o'zimni xonam yo'q. Keyin 3 xonalikka ko'chdik, yana bitta tug'ding. Maftun, o'zimni xonam yo'q. 7 xonalik hovliga ko'chdik. Shu bola tug'mas bo'ldi. Yo'q, singlim bilan ukam keldi, yana xonalar to'ldi. Ukamning xonasi, sasiyotni kirib bo'lmaydi, mehmonlarning xonasi, yig'ishtirib qo'yilgan kirish mumkin emas. Singlimning xonasi, kira olmayman, bolalar xonasi, bardan kirib bo'lmaydi. O'zimga bitta xona oldim Euro House'dan. Ikkalamizga. Yo'q, hali sen yana bitta bola topsan, o'rdan joy qolmaydi. Dadasi.